Svetni yoqinglar. Juda strashno. Siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega biz qorong'ulikdan qo'rqamiz? Oddiygina xonada chiroq bo'lmasa ham biz qo'rqishda davom etamiz. Lekin qorong'ulik bizga hech qanaqa ozor yetkaza olmaydi. U bizni urolmaydi. Lekin nega baribir biz qorong'ulikdan qo'rqaveramiz? Ketdik, birgalikda o'rganamiz. Aslida qorong'ulik umuman qo'rqinchli emas. Bu shunchaki miyamizning fantaziyasi o'ylab topgan narsa deb o'ylashlaring mumkin. Ha, qisman to'g'ri. Lekin buning ilmiy javoblari ham bor. Biz kunduzi ko'ramiz hamma narsani, o'rganamiz va bizga qanaqa xavf kelayotganini oldindan sezamiz. Bizning miyamizga esa denkalarimizga shunday narsa singdirilganki, 24 ga 7 xavfni oldini olish, xavfni sezish degan narsa miyamizga o'rnatilgan. Qorong'ulikda esa buni imkoni bo'lmaydi. Biz ko'rmaymiz, miya shunaqa o'ziga vоспринимать qiladiki, biz ko'rmayapmizmi? Demak, xavfni oldini ham ola olmayapmiz degan narsa bo'ladi va bizning miyamizda qo'rquv paydo bo'ladi. Qorong'ulikda odam miyasi bo'sh joyda umuman yoqtirmaydi. Tasavvur qiling, bitta xonada o'tiribsiz, vishelkada shunchaki kiyim ilingan. Siz uni kiyimligini to'liq ko'ra olmayapsiz. U shunchaki kiyimga o'xshab turibdi, lekin bo'sh joyda miya o'zi to'ldirib qo'yadi. Albatta bu yerda fantaziya ishlaydi. Fantaziya qancha kuchli bo'lsa, shunchalik qo'rqinchli kadr ko'zingizda aylanishi mumkin. Bu shunchaki miyani o'zini himoya qilish, insonni tanasini himoya qilish sistemasi. Bu ajoyib narsa. O'zi miyaga buyruq ko'z orqali boradi. Biz ko'zimiz bilan ko'rmayotgan narsani joyini to'ldirib qo'yish maqsadida bizni ko'z bilan ko'ra olmayotgan narsamizni fantaziyamiz qismidan oladida buni realniy deb hisoblashimizga majbur qiladi bizga. Va biz o'sha bitta kadrda ham nechadir 10-15% ko'ramiz va qolgan joyini fantaziyamiz bilan to'ldirib, buni real deb qabul qilamiz va bizga haqiqatan ham qo'rqinchli tuyula boshlaydi. Eng g'alati narsa shuki, qorong'ulikda qo'rqayotgan narsamiz aslida biz ko'rayotgan narsa emas, biz o'ylab topayotgan narsa. Bu kino. Bu kinoning rejissyori ham o'zimiz bo'lamiz va aktyori ham o'zimiz. Так что qo'rqadigan hech narsa yo'q aslida. Eng qiziq joyga keldik. Bu qo'rqish xislati bizda minusimiz deb o'ylashlaring mumkin, lekin eng qizig'i, agar bizda mana shunaqa qo'rqish xislati bo'lmaganda biz hozirda odam zoti degan odam umuman bo'lmagan bo'lardi. Chunki deganda bizga bu xislat evolyutsiya sababli bizgacha yetib kelgan. Milliard yillar oldin odamlar qorong'ulikda o'zini himoya qilish uchun har bitta narsani o'zi fantaziyasi bilan qo'rqinchli narsa deb tasavvur qilib o'zini himoya qilishni boshlashgan. Agar o'sha vaqtda qo'rqish xislati bo'lmagan odamlarda hammasi qirilib ketgan. Kimki o'sha qorong'ulikdan qo'rqqan bo'lsa, o'sha odamlar bizning o'sha odamlarning avlodi biz bo'lamiz. Так что bundan qochib hech qayerga bora olmaymiz. Agar siz ham qorong'ulikdan qo'rqadigan bo'lsangiz, hech o'yladigan joyi yo'q. Bizning bu qo'rquvimiz omon qolishimizga sabab bo'lgan. Shu bilan videomiz tugadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yinglar. Bundan shunga o'xshash kontentlar qilishda davom etishga harakat qilaman. Albatta buning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hammaga xayr.